affection, ya'ni mehr muhabbat tebranishi deb nomladik loyihamizni. Bunda bizlarning asosiy g'oyamiz universitetimizda ona bola xonasiga uni yanada shinamroq, yanada qulayroq qilishga harakat qilmoqchimiz. Bizlarning bu guruhimiz tanishtirsam, bular Umida Rabanaqulova, Manzura Safarova, Asadbek Ahmadov, men va Gulirona Ubayatullayeva. Bizada loyihamizning asosiy rejamiz The Problem, ya'ni bu muammo, Project Aim. Loyihaning asosiy maqsadi Implementation Steps, amalga oshirish bosqichlari, ya'ni results, natija. Bunda bizda birinchisi bizada bu loyihamizning asosiy muammosi bu hozirgi vaqtda har bir universitetlarda yosh turmush qurgan qizlar, ayollar bo'ladi. Ularning bolasini uyga yoki o'qishga olib kelishda muammo bo'ladi. Uyga qo'yib kelsa xavotirga tushadi, bu yoqqa olib kelganda esa fikri bo'linib o'qishga mas'uliyati yetmay qoladi. Shunda biz o'yladikki, har bir universitetda ona bola xonasi albatta bo'lishi kerak va unga chiroyli jihozlar, qulay va shinam har bir ona uchun kerakli bo'lgan jihozlar bilan jihozlar berishni va aynan biz bu uchun belanchakni tanladik. Keyin bu belanchakni qanday qilib olsak bo'ladi? Guruhimiz bilan birga kelishgan holda o'shani aytib tushuntiramiz. Xo'p, Project Aim, ya'ni loyihamizning maqsadi ona va bolalar uchun qulay muhit yaratish, ya'ni universitetga kelgan onalar bolasini o'sha ona va bola xonasiga olib keladi. Unda bolani xavfsizligini ta'minlash ham juda katta rol o'ynaydi. Universitetda mehr va g'amxo'rlik muhitini kuchaytirish, ya'ni boshqa talabalar ona va bolaga yordam berib, kelajakdagi o'zini tajribasini oshirishga harakat qiladi. Talabalarda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirish. Hozir qilayotgan loyihamiz hozirda, balki kelajakda ham katta muhim rol o'ynaydi. Implementation steps, ya'ni bizda loyihamiz uchun ilk qadamlar sifatida birinchi g'oyani muhokama qildik va undan keyingisi xarajatsiz harakat. G'oyani o'yladik, uni tashkil qilishimiz uchun investitsiya kiritishimiz kerak, to'g'rimi? Investitsiya kiritishimiz uchun biz ya'ni xarajatsiz harakat deb nomladik. Ya'ni belanchakka biz 150 ming so'm pul yig'ishimiz kerak va uni qanday rejalar, ya'ni amalda qo'llashimiz kerak. U pulni topish uchun biz masalan o'zimizda universitet hayotidan oladigan bo'lsak, sessiya yaqin paytlarida mana shu masalan education fanidan qo'llanma yaratamiz va qo'llanmaga kichkinagina shokolad yoki bo'lmasa kichkinagina plitkalarni qo'shib beramiz. Bizning shiorimiz siz bilimga ega bo'ling va shirinlikdan lazzatlaning degan shior ostida tarqatamiz va uni qandaydir summa ostida beramiz. Undan yig'ilgan summani 150 ming so'm bo'lganga qadar sotamiz va 150 ming so'm pul yig'ib, ya'ni xarajatsiz harakatga erishamiz. Biz yetarli miqdorda budjet to'plaganimizdan keyin shunga mos borib belanchak tanlaymiz. Bu belanchakdan keyin o'sha universitetda aytganimizdek ona bola xonasiga xayriya qilamiz. Bu orqali biz loyihamiz orqali darslarda intizom saqlanadi va bu kitoblar tarqatganimiz sababli o'sha ta'lim va jamiyat fanida insonlar yanada ma'lumotlarga ega bo'lishadi va o'sha erta farzandli bo'lgan talabalar ham xuddi qolganlar singari intizom saqlagan holda bolasini o'sha xonaga kelib masalan tinchlantirish orqali boshqa talabalar singari dars olishlari mumkin. Loyihamiz shunday bo'ladi.